Salom do'stlar, endi keyingi videoni o'zingiz tanlashingiz mumkin ovoz berish orqali. Buning uchun Instagram sahifamizga obuna bo'ling. Bu voqeaga ancha bo'lgan. O'shanda boshqa shahardan uyga qaytayotgandik. Ancha yo'l yurdik. Ota-onam charchagandi. Keyin mehmonxonada tunab qoladigan bo'ldik. Mehmonxona bo'lsa, o'rmon orasida joylashgandi. Bizlarga shu ma'qul keldi. Ichkariga kirganimizda juda chiroyli ko'ringandi. Lekin ko'nglim g'alati nimadir sezib turgandi. Keyin dadam mehmonxonada bir kun tunab qolishga bo'sh xona bormi deb so'radi. Mehmonxona xodimi o'ylanib turdi-da, "Ha, bor. Lekin vannaxonada suv ishlamayapti. Yaqin orada ta'mirlanadi. Umumiy vannaxonadan foydalansangiz bo'ladi" degandi. Biz xonamizga borish uchun yuqoriga ko'tarildik. Narsalarimizni taxladik va men cho'milib olmoqchi bo'ldim. Xonamizdagi ishlamagani sababli umumiy vannaxonaga bordim. U yerga borganimda boshqacha ekanligini ko'rdim. Erkaklarniki juda yaqin joylashgandi. Yana eshiklar ham oynadan yasalgan ekan. Menga unchalik yoqmadi. Atrofga qarab ko'rdim. Hech kim yo'q ekan. Odam yo'q paytda tezda kirib chiqsam, hech qanday muammo bo'lmaydi dedim o'zimga. Cho'milayotgan paytim issiq suvning natijasida hamma yoq tuman bosgandek bo'ldi. Hech narsa ko'rinmasdi. Undan qolsa eshik ham qulflanmasdi. Birov kirib qolsa nima qilaman deb turgandim. Eshikdan ovoz eshitildi. Eshikni artib ko'rmoqchi bo'ldim. Bitta qo'rqinchli odam ichkariga qarab turgandi. Yana pichoq ham ushlab olgan. Baqirib yubordim va eshikni qattiq ochdim. Bor kuchim bilan yugura boshladim. Eshik boyagi odamga zarba bilan tekkandi. Vannaxonadan darhol chiqib ketdim. Tezda borib ota-onamga aytib berdim. Ular politsiyaga qo'ng'iroq qilishdilar. Qisqa vaqt ichida ular yetib kelishdi. Xonalarni tekshira boshladilar. U odamni vannaxonadan topishdi. Boyagi erkak qidiruvdagi jinoyatchi ekan. Oldin ham 1-2 jinoyat sodir etib qochib yurgan. Uni olib ketishdilar. Keyin nima qilganini bilmayman. O'shandan beri boyagi mehmonxonaga qaytib bormaydigan bo'ldik. Bu voqeani eslasam, hozir ham qo'rqib ketaman.